Ahmet, Şahdut. Nima ovoz bu? Selma Xanish kichik malika va kichik shahzodani ilib kelyapti. Safa, Sayfi. Valiahdi Xolidmi birga kelibdimi? O'ylig'i chiqib ularni qarshi olay. Şahdut, oyla. Uzun bo'pti sinni ko'migili. Uydagilarni elib o'ltirib ketay deb kelishim qasqin ota. Xush keliblar shahzodam, xush keliblar. Qisning davomini aytib berdilar bova. Kelis yo'l bo'yi Sulaymon alayhissalom qanday hukm chiqardigandi deb keldi. Sulaymon alayhissalom adolat namunasi. O qissini men biletdim ota. Yana sizlardan olsin deb aytib bermadim. Yaxshi bu, sizlar aytavasizlar. Sizlar aytgandek yaxshi aytib beramayman. Shundaqdimi o'rnib boqay. Yo'qay, unchalik emas. Ikki ayol bir bovoqni mening bolam deb talishib qilib, Sulaymon payg'ambar bovoqni pichoq bilan ikki parchaga ayirib, har bir ayolga yerimidan berishga buyurdi. Dal shu vaqtda ikki ayolning biri qattiq nola qilib, "Bo'ldi, o'g'limni menga emas, u ayolga bilib bersizlar. O'g'lim saqqason" debdi. Sulaymon payg'ambar shu an bovoqning o'z onasini bilib oldi. Bu tarix kitoblarida bayon qilingan bir qissa. Men balalar aytib berayotgan qissa bu emas, shahzodam. Men xato paras qoptiman ota. Ammo bu qissa orqali menga cho'ng yordam qildilar. Qanday deydilar? Bu qissa orqali haqiqatni oshkor qilish uchun Sulaymon alayhissalomdek hiyla ishlasa bo'ladiganligini bilib oldim, shahzodam. Tushunmadim. Sizga tafsil aytib beraman. Adolat uchun shunday qilmasam bo'lmag'idek. Sizlarni angladingmi vazirim? Miftahni qayta sotib tatadigan ishindamsan? Shundoq men ansirayapman. O'zingni tutib ol, ahmoq. Temkin bo'l. Qazqalanning qo'lda bizga qarshi birmi dalil yo'q. Ammo sizlar meni har doim qazqalanning o'sharligidan ogohlantirib turdilar. O, rastdan hiylagar odam. Ehtiyot qilmasak bo'lmaydi. Bizga qanday tuzaq qurmoqchi? Buni bilishimiz kerak, Ashman. Qazqalanni kech-kunduz kuzatish uchun keyniga odam qo'ydim. Ular kuzatib. Sizlarni ko'rib, ko'nglim ichilib qoldi, hazratim. Tamog'ingiz yaxshilangandi. Ko'p yaxshilandi, ammo bu muhim emas. Undaqda muhim ish-chi. Anglashimcha, meni qayta sotlaydigan bo'ptilar. Oxir gunohsiz ekanligimni bildilar. Texi aniq emas. Yangi guvoch paydo bo'lg'achqa o'zgarish bo'lib, qayta mahkamaga chiqarmoqchi. Qaysi guvohchi u? Sizga deb beramayman. O'tinib qolay, hazratim. Menga deb bersizlar. Yolg'onchi guvohchi chiqib qolmasa. O ishonchlik guvohchi. Siz xotirjam bo'ling. Mening xos mahrimim Zarzur. Zarzur? Ha, zindonda qattiq muomalaga yoki qiyin qistoqqa uchirdingizmi? Yo'q. Uchramadim. Zarzur. O'g'ashlar, mana mushu begim. Zarzur? Uni bu ish bilan nima aloqasi bor? Men bilmadim. O chuqum bizning bir ishimizni bilib olgan gap. Undaq sen darhol Zarzurning uyiga berib, uning bilan ko'rishib baqqan. Chandurmay. Uningdan gap elishtirishgan. Tushundingmi? Shunda qilma begim. Ashman, yolg'iz bag'in. Hech kim bilib qolmasin. Bu nihoyat muhim ish. Bildingmi? Bildim, vazirim. Ajab kechikib keldilar, Ashmon begim. Keldiganligimni bilamdilar? Albatta. Sizlar yaxshi ishlar oldiradigan odam. Maqtag'anlik rahmat Zarzur. Sizlarni Miftahga guvohchi bo'ladigan deb anglayman. Bu rasmi? Sobiq Yasavul begim demdilar. Shundoq, uning uchun guvohlik bermoqchiman. Uni aqlamdilar? Miftahni yaxshi bilamiz. Tushunmadim. Gapimni yaxshi anlasizlar. Menda sizning vazir bilan baziliq ishlar haqida nurg'un ma'lumotlar bor. Nima ma'lumotlar ekan u? Sud kuni sizlar vazirning iniq bordilar. Nima ish bularni birinchi qatimliq sudda etmaydilar?
qanchalik foydalalayman deb fursat kutib o'ltirdim. Undaqda nima talab qilala? Nantilla talab qilaman. Aljib qoldimi? Bu bak ko'p bo'lib ketdi. Sizning va vazirning kallasini o'ysak ko'p emas begim. Men tahdid selayotamsan? Haddingdan oshma. Qilishlarni yo'g'ishtirsizlar. Jinoyat ustiga jinoyat ishlamoqchiman. Sen bilan birga bu sirlarni ko'mib talayman. Bundan keyin vazir bilan meni qo'rqitamaysan. Qo'lingni tat, xoin. Hammani angladim men. Shahzod Xolid. Voy qo'lim. Voy qo'lim. Og'riyotidu. Qandira. Hech qisi yo'q. Lekin eshman qochib ketdi. Hargiz qocholmaydi. Vazir Asram bilan Yasovul Ashman ikkilisi menga xoinlik qildi. Shunda xalifata. Ular bizni uzundan beri aldab ketdikan. Qazikalan bilan zarzor kuchimgan bo'lsa, buni bilmaskanmiz. Oshirvatlar shahzodam, sil xatar qirmay meni qutqizib qoldilar. U ikkisidan meni ogohlantirib yaxshi qilganlar Qazikalan. Sizning pamparasatlarga opirin. Allohning yordami bilan bo'ldi. Bu kecha sizlarga cho'ng bir ziyofat beray. Xoinlarni tutishga odam avatdiratdik. U ishlarni xotirjam bo'linglar. Hacep uzun muңdышып ketdinglar-ku. Bu kecha biz bilan birga qoldik-kan. Pek xush bo'ldim. Qisning davomini endi o'ylaydigan bo'ldik. Men sizlar bilan birga anglay. Qarşılamayız. Menga boshdan aytib asli qandaq. Buning beshi mundaq. Bir potichining qo'yi boshqa bir odamning beyiga kirib, üzümlerini yeb, çeylib o'tidi-kan. Ular Davud payg'ambarning davolashib beribdi. Payg'ambar bog'ning egisiga padichi qo'ylarini to'lam qilib bersin deb hukm chiqaribdi. Adil hukm bo'pti. Sizlar o shunda qaramdilar. Albatta. Davud payg'ambarning hukmini qabul qilmaydiganlarmi bo'lamdi ekan? To'xtanglar, davomini aytib beray. Ondan bilib qolasizlar. Bog' egisi Davud alayhissalom bo'lib bergan qo'ylarni elib ketib, o'tiltishga boshlabdi. Nim bo'ldi sizga? Davud payg'ambarning hukmiga naroz bo'latamlar? Naroz bo'lmadim. Biroq Nima biroq? U chiqdisizlar. biz qo'y beqib ko'nmagan bu ishni qamlashtirib olmayapmiz. Sizlarni xushal bo'lamdikin desam, boshlariga g'am tushibdi-ku. Qo'ylarni yaxshi boqolmay, bularni quruq qolamizmikin deb ansirayapman. Yangi bog'vallikimni qilib, yerlarimni terib o'ssam bo'g'dak. Vay isit. Bir ömürcük kaldırımız közünü yumup açıkça yo'qli oldu desa. Estağfurullah. Qashqa uxlab qolmagan bo'lsak, qo'ylarni quyatmagan bo'lsak, bu ish bo'lmasdi. Qo'ylarning qilgan ishi barliq mol-mulkimizdan ayrilib qolamdi. Bu odillik bo'lamdi, ha? Biz padichi bo'lgandan keyin qo'ylarimizga yaxshi qarashimiz lozim edi. Bu bak eg'a jazo olib ketdi, ata. Quruq gap qilib, vaqtni zoy qilmayli. Bo'g'liq bo'p bo'ldi. Bundan keyin zoti qanday qilamiz? Boshqa ish topmay, amal yo'q. Assalomu alaykum, Ibital. Kəsilər, Mehrab begim. Bu yerda nima ish qilyaptilar? Sulaymon payg'ambar bu ishni anglab, menisini chaqirib kelishga avatdi. Tez bo'lgan ambaza. Sulaymon payg'ambarning yiniga kechikib qolmayli yana. To'xtatlar, mau qo'yjim turib bermayotidi. Sag'anmayapman dang ha. Bo'ldi sag'anmisingiz. Bo'ldi qiling. Ohoy, bo'ldilar. Sulaymon payg'ambar bizni chaqirib, nima ish qildigandu? Dadisi Davud payg'ambar bu ishni bir taraf qilib bo'lgan tursa, Dadisidan ijozat so'rabdi. Bu qitim Sulaymon payg'ambar hukm chiqarmoqchi ekan. dadisi hukm chiqarib bo'lgan ishqa balsi aralashib qandaq bo'ldi? Biz ko'nib ketgan o'rib odatlarimizga qarab ish qilgan bilan Allohning payg'ambarlari vahiy orqali ish qiladi. Odatlar payg'ambarlarning hukmiga bo'ysunsa to'g'ri bo'ladi. Deganlarning hech qaysini tushunmadim. Qanchalik so'zlasammi, baribir tushunmaysa, men yo'lga chiqayli. Bo'lgan ishlarning hammasi mushu hurmatli payg'ambarimiz. Ha, bo'lgan ishlarning hammasini ibdal aynan deb berdi hazratim. Sulaymon payg'ambar
Her iki tarafning so'zlarini zang selib anglab bo'lgandan keyin qo'y egisi ziroatni qayta terib burunqidek o'stirib berganga qadar qo'yning ziroat egisiga qaytarilishini, ang'uchi ziroat egisining qo'yning yungi, terisi va tulidan foydalanib turishini aytibdi. Yaşasın adalet. Endi intan yaxşı oldu. Yerini o'ngshab berib qo'ylarimni qaytirib oladigan bo'ldim. Meningmi qo'ylaringga ehtiyojim yo'q. San qaytirib berganim tuzuk. İki taraf Sulaymon payg'ambarning dana hukmi qoyil bo'lib kelishibdi. Bu nima degan adil hukm? بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. صدق الله العظيم. Bovanglarning hikoya aytib berishini nemishqa bunchalar yaxshi ko'rdiganliklarini endi tushundim bolarim. Qissini yoqtirdingmi shahzodam? Albatta, bu qissa menga nurg'un narsalarni o'rgatdi ota. Masalan, nimalarni? Jazo jinoyatga yarasha bo'ldi ekan. Nihoyat yaxshi. Jazoning boshqalarga ibrat bo'lgani va gunohkorlarga zulm bo'ladigan darajada qattiq bo'lmagani tuzuk, shahzodam. To'g'ri aytdilar ota. Jazo jinoyatning turidan bo'ladi ekan. Onam bilan dadam qissa anglaymizdan o'rnimizni egallayapmiz. To'g'ri, shunga ularni bizning joyimizdan yiroqlashtirish uchun bir hil o'ylaylik. Nima deyishyapsizlar? Bozbirim. Bu qissani biz bolalar uchunmi yoki cho'nglar uchunmi? Shuni deyishyapmiz. Ular. Qur'oni Karimdagi qissalar cho'ng kichik hammalarga ibrat. Agar u qissalarni amaldorlar yaxshi anglasa, dunyoda zulm ozilgan bo'ladi. Bolalar. Tesbih bilen turgan bulut Kılgay dua gökte yürür Can kılganğa su tenligen Ah köngüllenik kürür Yığazar birle kudur Yum tüker gözyaşlarını Taşlı kaşka bağrı taşlar Peygamber nitrik kül Dağlar yer başını izmin tüker yaşını Kabul eyle Allah'ın tevbimizni Rahim eyle bendiniz ki Hem tutulmaz hem acayip Kur'an'da var hakiki İslam Dağlar yer başını izmin tüker yaşını Kabul eyle
İbrahim tövbemizni Rahim eyle bendiniz Zayıflar ki ibadetkarlar Mağrurluğu kurru koyan Nefsinin kuluyum sanlar Akibette hayran bular Tövbe kılsa günahkarlar Nurlar tular Tövbekarga iman kanattır Pervaz qilib ko'k uchar Tog'lar yer boshini